Assalomu alaykum. Hammamiz Day'ni bilamiz bozorda, Groot'ni bilamiz, Solix'ni bilamiz. Lekin SRNE degan invertorlarni eshitganmisizlar? Mana hozir sizlarga ko'rsataman. SRNE degan производитель 60 kW, hozirgi paytda 60 kW gibrid invertorlar chiqaradi. Bu nima degani? Bu yuqori sifat va katta gigant zavod degani. Mana hozir ko'rib turganingizdek 60 kW invertor. Bu visokovoltli hisoblanadi, da. Lekin bularda однофазный, низковольтный invertorlar ham bor. Yana mana bunaqa CNday akkumulyatorlar bor. 到8个就是80度，到8个就80度。 Kommersiy akkumulyatorlar, bular ham visokovoltli akkumulyator hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek alohida taxlanadi. Shunga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Invertor mana ko'rib turganingizdek alohida qo'yiladi.